Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Demak, biz Introduction to Traffic Management fanidan 7-mavzuga ham yetib keldik. Yo'l harakatini boshqarishda qaror qabul qilish va harakatlar. Xo'p, e'tibor bergan bo'lsangiz, mavzular juda ham bir-biriga semestr davomida bog'liq bo'lib kelmoqda. Bundan oldin 6ta mavzumizni eslasangiz, demak, shundan keyin sezgi organlari orqali oldik ma'lumotni, axborotni qabul qildik va endi uni qaror qabul qilishimiz kerak endi. Shu mavzu 7-mavzu ekan. Ho'p, ajratilgan vaqt 2 soat. Bu degani avvalgi darslarimizda 4 soat bo'lar edi. Endi buni demak o'rganishga ketadigan vaqt 2 soat. Demak, videomiz ham biroz kamroq bo'lishi kutiladi. Ho'p, demak boshladik. Reja demak 3ta. Ongli va ongsiz harakatlar yo'l harakatida haydovchi tomonidan sodir etiladigan harakatlar haqida gap ketyapti. Ikkinchisi avtomobilni haydash vazifasi. Uchinchisi avtomobilda harakatlanish vaqtida haydovchining stimulga va prognoz qilishga nisbatan reaksiyasi, ya'ni omillar va o'sha prognoz qilishga bo'lgan reaksiyalari qanaqa. Ho'p, ongli va ongsiz harakatlar demak, haydovchi, piyoda yoki velosipedchi o'z maqsadi va qaroriga ko'ra vaziyatni baholagan holda ongli ravishda amalga oshiradigan harakatdir. Masalan, aytmoqchimizki, o'zini ehtiyojlari, o'zini xohishidan kelib chiqib, demak, haydovchini yoki velosipedchini yoki piyodaning qaror qabul qilishi, yo'lni kesib o'tishi, yurishi yoki tormoz berishi va hokazo. Hop, ongsiz harakatlar demak, avtomatik yoki refleks tarzda ko'p mashq yoki tajriba natijasida e'tibor talab qilmasdan bajariladigan harakatlar. Ya'ni xohlab xohlamasdan refleks tarzda siz bitta ko'chadan qayta-qayta o'tgan, yod bo'lib ketgan joy bor, yama qayerda chuqurlar bor yo'lda bilasiz. Beixtiyor sherigingiz bilan gaplashib ketayotgan holatda ham rolni bir chapga burib aylanib o'tib ketishingiz sizga refleks. Yoningizdagi sherigingizga kutilmaganda siz uni bajargandek tuyulasiz, lekin u siz uchun odatiy, ya'ni miyangiz o'rgangan. O'sha joyda e, ayrimlarni ko'chasida mahalliy yo'l bo'lsa, chorrahaga chiqishda svetofor bo'lsa, mashina yo'q bo'lsa, qizildan ham o'tib ketaverish bu refleks bo'lishi mumkin sizga. Ya'ni xohlab uni keyin ko'rib qolib, keyin qaror qabul qilmasdan ham tez tez bajarib ketishingiz mumkin. Mana shular demak ongsiz harakat bo'lishi mumkin ekan. Bular qanday qaror qabul qilishlar bo'lishi mumkin? Ko'z qirida orqa oynadan vaziyatni kuzatishlar, favqulodda to'satdan to'xtash paytida avtomat tormoz bosishlar, ya'ni xohlab xohlamasdan qiladigan ish harakatlariz. Xo'p, ongli va ongsiz harakatlar, masalan, bu bizni barcha diqqat markazimiz bo'lsa, mana bu joy resursimiz bo'lsa, miyamiz nimalarga ketyapti, qarang, nimalarga tarqalib ketadi, tarmoq bu. Idrok qilish, masalan, yo'l belgilari, qanaqadir sensor detektorlar bor yoki e, yo'l belgi, yo'l chiziqlari borda, svetoforlar. Ulardan kelayotgan ma'lumotni idrok qilish, biz nerv tolalamiz ishladi va idrok qildi. Qaror qabul qilishga o'tkazdi keyingi bosqichga va javobni tanlashimiz kerak. Eng mos keladigan, masalan, qizil yonda tormoz berib to'xtashimiz eng mos, to'g'rimi? Shunaqa paytda va piyodaga yo'l berishimiz. Va javob ijrosi. Biz tormoz bosib javob ijrosi qilib harakatga tushganimizdan keyin javob ijrosi yana bizni harakatimizdan beixtiyor yana bosqich boshlang'ich dastlabki holatga qaytadi. Ya'ni buni boya aytganda, piyodani ko'rib biz idrok qilib yo'l beraman deb turib to'xtab yo'l berdik, aylanib kelib bizni harakatimiz piyodaga stimul bo'lib beradi. U biz to'xtaganimizdan keyin yo'lni kesib o'tadi. Shu tushuntirilyapti bu sxemada. Uzoq muddatli xotiraga ham olib qo'yamiz. Beixtiyor boya idrok qilaverganimizdan keyin o'sha joydagi qaysidir ko'chani burilishi yoki chorrahadagi holatni uzoq muddatga ham g'amlab qo'yamiz va uzoq muddatga xotiraga olgan ma'lumotlarimizdan biz foydalanar ekanmiz ishchi xotiraga o'z-o'zidan qayta ishlash vaqtida o'sha ma'lumotlarni va o'sha asosiy biz ishlatadigan resurslar bugungi kunda demak, chalib qolish, yo'l transport hodisalari kelib chiqishiga ko'p sabablardan biri deb turib, yuqorida bundan oldingi slaydlarimizda, darslarimizda aytib o'tgandim. Alkogol iste'mol qilish yoki telefonda suhbatlashish va telefon monitorlarga, salon ichidagi boshqa chalg'ituvchilarga chalib qolish, tezlikni oshirib yuborish, yo'l harakati qoidalarini qo'pol ravishda buzish, mana shular asosiy sababi deganim yo'l transport hodisasi. Tezlikni oshirib yuborish, mana shular ichida o'sha chalg'ib qolishlar, demak, o'sha resurslar o'shanga ketyapti bugun. Shuning uchun strelka qilib qo'ydim ko'rsatish uchun. Uh, Xullas, shunaqa jarayon, fiziologik ishlashi. Ikkinchi reja demak, avtomobilni haydash vazifasi. Demak,
E, Bu yerda rolni boshqarish e, va harakatga keltirish ko'zimizni bajaradigan vazifasi, demak idrok qilishdan iborat. Miyamiz doim idrok etish uchun ko'zimiz, qulog'imiz bilan tinglab turamiz. Ho'p, halokatni baholash, muhit kompleksligi, obyektlar to'siqliligi va hokazo, shu ma'lumotlarni ham olib, biz beixtiyor rol bilan nazoratga keltirib boshqarishga kiritamiz, harakatga keltiramiz, yo'nalishni o'zgartiramiz, qaror qabul qilamiz va hokazo. Tezlikni nazorat qilamiz oyoqlarimiz bilan. E, Shunaqa jarayon ko'rinishda, endi bitta oddiy bir yengil transport vositasini haydovchi misolida tushuntiryapmiz. Endi avtomobilni haydash vazifasi deganda, bu haydovchining transport vositasini boshqarish jarayonida kerak bo'lgan majburiyatlar va funksiyalar majburiy bo'lib, yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan asosiy vazifalar quyidagilardan iborat: transport vositalari xavfsiz boshqarish, yo'l harakati qoidalariga rioya qilish, atrof muhitni doimiy kuzatib, ma'lumot, axborotni olib borish, vaziyatni oldindan baholash va xavfni oldindan bashorat qilish, taxmin qilish, texnik nazorat va xizmat ko'rsatish, ya'ni mashinani Ha, haydovchilarning majburiyati degan yo'l harakati qoidalari bo'limida ham borku, texnik nazorat va qismat ko'rikdan o'tkazish ertalabki. Xuddi shunaqa e'tibor berishimiz kerak. Tormoz chiroqlari, shinalari, demak, e, shay holatdami, soz holatdami, yo'qmi, shu. Oxirgisi yo'l transport hodisalarining oldini olib yurishimiz kerak doim. Bu demak avtomobil haydashning vazifalari sanalar ekan. Uchinchisi, avtomobilda harakatlanish vaqtida haydovchining stimul prognoz qilishning nisbatan reaksiyasi. Ho'p, mana bu rasm teparoqdan bo'lgani uchun V ga o'xshab ko'rinyapsizga, lekin bu Y harfi. Ho'p, e, demak, chap tomonga qaraydigan bo'lsangiz, ko'rish masofasini hisob kitobi keltirilgan bu yerda, o'qib tushunib olsangiz bo'ladi bemalol. Hammasi bosh harflar, tezlik, haydovchining reaksiya vaqtlari ko'rsatilgan. Nimaga qo'shib ko'paytirilishini ko'rib olsangiz bo'ladi. Men hozir sizlarga mana bu rasm tushuntirib bermoqchiman. Bu yerda demak, e, orqa g'ildirakdan transport vositasini decision distance time deyapti, ya'ni qaror qabul qilish masofasi, vaqt ko'rsatilgan. Bu yerda e, ko'rina oladigan daraja birinchi mashina turgan joy. Driver sees, ya'ni haydovchi ko'radigan nuqta. Identifies hazard, ya'ni xavf xatarni aniqlash yotibdi buning ichida. Undan keyin harakatga tushishga qaror qabul qilish, tormozni bosishmi yoki shunga o'xshash qaror qabul qilish. Hop. Undan keyingisi action distance and time. Endi harakatga tushgandan keyingisi demak, u ham demak initiates action, ya'ni harakatni boshlaydi, initiate ya'ni ishga tushirmoq. Completes maneuver, ya'ni maneuverni yakunlash. Mana shu demak ikkinchi fazasi hisoblasa bo'lar ekan. Mana bu yerda harakatni bajarish qismi. Birinchisi qaror qabul qilish masofasi va anaqasi edi. Ikkinchisi demak action distance. Hop. e, Avtotransport turi avtomobil massasi tezlik bilan birga impulsga bog'liq ham rol o'ynaydi. Masalan, favqulodda vaziyatlarda 100 km/soat tezlikda harakatlanayotgan yengil avtomobil to'xtash uchun 60 metr ketadi taxminan. Bu o'rtacha yo'l qoplamasi deb olingan. Og'irligi 5 tonnadan kam bo'lgan yuk mashinasi taxminan 70 metr va og'irligi 5 tonnadan 10 tonnagacha bo'lgan yuk mashinasi uchun taxminan 80 metr masofani talab qiladi. 100 km/soat tezlikda. Bu barcha holatlarda transportlar to'ntar, ag'nab ketmaydigan holat uchun sekinroq tormoz berib olish uchun olinganda, norma holatda. Keskin tormoz bersa, ya'ni xatarliroq bo'lsa ham tormoz bersa, bundan ham kichik metrlarda to'xtash mumkin amaliy holatda. Ho'p, avtomobilda harakatlanish vaqtida haydovchilarning stimul prognoz qilishiga nisbatan reaksiyasi. Mana bu jadvalga qarang, chap tomonga. Hop, bu yerda observation, decision, reaction distance berilyapti, ya'ni kuzatish, qaror qabul qilish va harakatga tushish masofasi. Qarang, uchta narsa. Kuzatyapti, ko'rdi, yo'lga yosh bola chiqib qoldi, misol uchun, uni ko'rib e, qaror qabul qildi, decision, reaction, tormoz bosdi va tormoz ishga tushdi, mexanizm. Mana shu uchalasini bosib o'tadigan distansiyasi keltirilgan bu yerda. Va bu qanaqa ekan desa, mana bu yerda uch xil transport vositasidan olingan bu ma'lumot. Large car degani demak katta mashinalarda, o'rtacha o'lchamdagi mashina va kichkina yengil mashinalarda.
ko'k, qora, qizil chuqur rangda. Endi chap tomonda aytyapti reaction'ni, ya'ni tormoz berish masofasi metrlarda. Mana 0 bilan 100 metr oralig'ida turibdi-yu, qarasangiz. Bu yoq esa past tezlikda, speed kilometr per hour, ya'ni soatiga falon kilometr. Agar 50 kilometr soatga tezlik bo'lsa, mana necha metrlik ko'rsatyapti, 60 metrdan oshib boryapti sekin-sekin boryapti. Mana 70 kilometr soat tezlikda yursa, mana yengil mashinalarniki 100 metrga bormaydi ekan, mana past bo'ladi. Tormoz berish shunaqasi. Sekin tormoz berib borish, 100% to'xtaguncha bo'lgan masofasi. Endi shu ketma-ketlikda diagrammaga o'rganish tadqiqoti shuni ko'rsatganki, agar 200 kilometr soat tezlikda harakatlanadigan bo'lsa, bu 500 metrgacha cho'zilishi mumkin ekan. Uni ko'rishiyu ishga tushib, ma'lumotni tahlil qilib, keyin tormozni bosaman deb tormozni bosib to to'xtaguncha mashina. O'sha jami masofa o'shancha joyini olib qo'yar ekan. Hop. Kerakli ma'lumot mana tepada ham yozib qo'yganman. Bu tekstni o'qib, yaxshilab miyangizga quyib chaqib olasiz. O'ng tomonda pastga qarasangiz, bu yerda jadval berilgan umumiy. Bir ko'rib chiqib olsangiz bo'ladi tanishib chiqish uchun. Yengil mashinalarda boya aytganim tezligi 60 kilometr soat tezlikda ketayotgan mashina, demak, necha metrda to'xtashlari ko'rsatilgan. 60 kilometr soat tezlikda ketib 60 metr, og'ir mashinalar 116 metr. Sababi nimaga? Ularniki bir xil bo'lishi mumkin, qaror qabul qilishi ham bir xil bo'lishi mumkin, lekin tormoz yo'li farq qilib ketgani hisobiga shunaqa o'zgarib ketyapti. Hop, avtomobilda harakatlanish vaqtida haydovchining stimul qilish, prognoz qilishga nisbatan reaksiyasi. Bu ham o'sha miya jarayoni qanaqa ishlashi tushuntirilyapti bu yerda ham. Hop, o'rtacha demak, kutilmagan vaziyatlarga reaksiya 1 soniyadan ortiq bo'ladi. Hech qachon 1 soniyadan kam holatda ulgurmaydi, deyapti inson organizmi qaror qabul qilishga va yechim qilishga. Xo'p, rasmdan misolga keladigan bo'lsak, oldindagi avtomobil sekinlashadi va orqadagi haydovchi kutilgan yangi holatga munosabat bildirayotganligi. Ya'ni birdan tormoz bosdi oldindagi, orqadagi ham qanaqa jarayonlarni boshdan kechirish ko'rsatilgan. Birinchi internal representation paydo bo'ladi. Oldindagi ko'z ko'radi mashinani chiroqlarini. U qizil chiroqlarni yoqib to'xtayotganini. Va ko'z nerv tolalari uni orqa miyaga o'tkazdi va dastlab miyada uni ichki, miyada demak, sintetik tahlil qiladi, nima sintez tahlil qilyapti uni. Mashina bor oldinda degan ma'noda miya qabul qilyapti. Undan keyin prediction, ya'ni tahlil qilib qanaqa bo'lishini taxminlar qilyapti. Mana bunaqa bo'ladi, hozir to'xtasa kerak, o'ngga burilsa kerak, shunaqa fikrlar o'tyapti. Va decision, oxirida qaror qabul qilish. Qizil tormozni bosib, balkim keskin to'xtash kerakmi yoki chapga quvib o'tib ketish kerakmi, qaror qabul qilinadi. O'sha qabul qilinguncha bo'lgan masofa va ko'rsatilgan. Xo'p. Mavzu shu joygacha tushunarli bo'lgan bo'lsa, topshiriqlar quyidagicha, hammasini bajarib olasiz. Shu yerda xayrlashib turamiz. Yana bitta bundan tashqari ma'ruzamiz qoldi. Ungacha ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.